Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi, hammamizning xazinasi. Marjandiki me. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Me. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Mening beshidan ulindigan shakli. Misol miltiq. Mening bosh va oyog'idan ulindigan shakli. Misol maymun. Mening oyog'idan ulindigan shakli. Misol sim. Mening ayrim shakli. Misol qalam. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Miltiq. Mi harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Maymun. Mi harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Sim. Mi harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Qalam. Mi harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. May, mas, mis, pam, nam, tam, as, man, asman, os, man, osman, nim, inim. Ana mektubim. Ajab mehribon, bekmu qadrdon, suyimlik makon, ana mektubim. Nurini chashqan, dilni yo'ritgan, o go'yo quyosh, ana mektubim. Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, bolalar ana tili, bolalar ingliz tili, boshlang'ich seviye, ul seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddati